Demak, mana osavamiz go'ngga. Iloji boricha daraxtdan ozgina qochirib topishtasizlar va yerga mana shu usulda qilinadi. Bu aynan hozir, ya'ni yanvar oylarida qilganimiz yaxshiroq. Ko'p solish ham zararli tomonlari bo'lishi mumkin. Shuning uchun iloji boricha 2, 3 xuddi shunaqa sapko'y lapatkada solishni tavsiya qilaman. Bu nimani beradi? Bu yerdagi organik moddalarni yaxshi rivojlanishini, ya'ni yaxshi ko'payishiga yordam beradi va humus miqdorini oshirib beradi. Shuning uchun e'tibor qilinglar, bu go'ng solish ishlarini faqat va faqat noyabr, dekabr, yanvar oylarida qilishingiz mumkin. Qolgan payt tavsiya qilinmaydi. Buni solinishiga sabab, ya'ni hozir berilishiga sabab mana shu qismini ko'rsatasiz. To'pog'i. Ustiga mana 2 kunlarga yomg'ir bor. Mana shu yomg'irlar, qorlar bilan mana shu go'nglardagi o'sha aytganimdek humus va har xil organik, ya'ni tabiiy organikalar yerga to'g'ridan-to'g'ri o'tib ketadi. Mana bu chirindalar ham xuddi shunaqa. Esingizda bo'lsin, yer bizani boyligimiz. Yer biz yerga bermasak, yerni hech qachon ola olmaymiz. Ya'ni quruq daraxt ekib qo'yib bo'ladi degan fikr bu noto'g'ri. Shuning uchun har doim yerga organika berishimiz shart. Shundagina biz o'zimizdan keyingi avlodlarga biz yaxshi narsa tashlab keta olamiz. Yerdan faqat olsak, masalan, kimyoviy, masalan, har xil azotli o'g'itlar yoki shunga o'xshagan har xil kimyoni aralashtiradigan bo'lsak, oxir oqibat yerni o'zini xususiyatlarini yo'qotib qo'yishimiz mumkin. Shuning uchun turpoq analizi qildiringlar birinchi o'rinda va agar turpoq analizi yaxshi chiqib, organika, humus miqdorlari, mexanik tarkiblari ham a'lo darajada bo'lgan taqdirda ham esingizda bo'lsin, har doim yerga beringlar. Ya'ni faqat go'ng berish hech qachon zarar qilmaydi. Shuni esingizda bo'lsin. Kelishganimizdek bitta daraxtiga 2 ta yoki 3 ta xuddi shunaqa sapko'y lapatkada solish tavsiya qilinadi. Va shu 1 yilga xudo xohlasa yetadi bemalol. Bu o'z vaqtida shu aytib ketgandek yer namligini, oziq moddalarini va har xil organik qismini oshirib beradi. Sog' bo'linglar.